Assalomu alaykum. Traderlar, sizlar bilan biz shunchaki oddiy, lekin bu oddiylikni biz 3 yil deganda kuzatib, keyin payqaganmiz. Mehnatimiz ancha ketgan, lekin judayam oddiy bo'lgani bilan samaradorligi judayam baland. Buni ishonamanki, juda ko'pchilik treyderlar haliyam bilmaydi. Xo'p, bu uchun nima qilamiz? Deylik, birinchi oktyabrdan boshladik va $1 parasida. Keling, tillani qilaylik. Xo'p, bu uchun nima qilamiz? Oddiy narsa. Kunni maksimumini va minimumini topamiz. Kunni maksimum, ya'ni agar 2 oktyabr uchun agar biz analiz qilishimiz kerak bo'lsa, unda biz 1 oktyabr kunini qilib olamiz, maksimum va minimum topib olamiz. Uровеньlarni qo'yamiz o'sha yerga. Bo'ldi, mana shu o'rinli qiladigan ishimiz mana bu. Keling orqasini ko'rsataylik. Mana bu zona har doim ishlab berishi kerak aslida. Agar narx bu zonadan chiqsa, demak, mana bu kunni ob'yomi tugadi hisoblanadi. Xo'p, agar chiqmaguncha mana shu ob'yom bo'yicha ishlab ketaveramiz. Bu yerda nima bo'ldi? Oldingi kunni analizini qildik. Keldi retestdan mana shu kuchli o'rindan boy ketdi ham. Va bu yerdan 50 dan boyga SLga ketdi. Retest bo'ldi, boyga ketdi, keyin sell. Mana shunday qilinadi. Demak, buni tugatamiz, keyingi kunga o'tamiz. Ya'ni mana bu kunni qilishimiz uchun bu uchun nima qilishimiz kerak edi? Mana o'sha maksimum, minimum va 50gini topishimiz kerak yana. Xo'p, bu yerda nima bo'ldi? Narx chiqdi, yorib o'tdi, retest qildi, sell ketdi, buy ketdi. Stop bo'ladimi yo'qmi? Stop u sizga bog'liq. Masalan, qanchalik darajada stop qo'yasiz? Misol kimdir $2, kimdir $10 qo'yadi, kimdir вообще stop qo'ymaydi. Lekin mana shu ob'yomdan chiqib ketmaydi ortiqcha. Hozir masalan, mana bu ko'rib turganingiz ham shunchaki nimanidir o'z holicha yurib ketmagan. Buni ham sekin-sekin tekshirib ko'rasizlar. Keyingisini ko'ramiz. Tak. Narx chiqib ketdi. Hozir mayli time frame'ga o'tamiz, retest qilganmi yo'qmi ko'ramiz. Retest qilgan ekan, retestdan buyga ketibdi. Buni shunday berdim. Bu kun uchun ham endi chizib ko'ramiz. Bu albatta har bir o'rin retestga olib keladi, chunki bu kuchli o'rinlar hisoblanadi. Ya'ni bitta yorib o'tdimi, обязательно retestga keladi. O'sha retestni siz qarshi tomonga qarab kirishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda nima bo'ldi? Mana shu ob'yom. Tak.
Qo'liga yana unib qolamiz. Uyda ishlab zonadan chiqib ketdimi, aytganimni keyingi zonaga qarab ketadi. Keyingi darsimiz Fibonacci nastroykasi bo'ladi. O'sha nastroykani to'g'ri olsangiz, sizga anchayin boshqa chiroyli narsalar ko'rinadi. Shunga qarab keyin ishlashingiz oson bo'ladi. Kimdir testdan Dubayga kirdingiz, ketdi. Xohlasangiz faqat maksimumdan yoki minimumdan ishlashni o'rganib qolasiz. Bu kimga qanday fantaziya beradi bu? Hammani o'ziga yarasha qarashlari bor. Aslida mana shu chizgan narsamizni biz har safar chizmasdan mana bunday qilib ketaversak ham bo'ladi u narsada. Bungacha hali ko'pchilikda tajriba bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun buni ko'rsatyapman. Lekin istasangiz ko'ring. Qanaqa natija berishini o'zingiz ko'rasiz. Sizga bu ham qoniqadi. Yana g'oya beradi. Mana shunday qilib. Biz mana shu oddiy strategiya, lekin bu strategiyani ichida masalan ko'rsangiz, tak bu yerda salkam $50 buni beryapti. Yani bu yerda yo'q tushunmayapti. Bu yerda. Ya'ni birga 3 ishlaysizmi, birga 10 ishlaysizmi? Masalan, birga 10 deganingiz bu yerda $5 stopga $50 olyapsiz degan. Birga 10 barobar bo'lyapti. Endi kimga qanday? Men uchun bu juda ham yaxshi, chunki masalan 10 marta emas, bitta bir 8 marta stop olsam ham keyingi safar aniq bilaman. Misol birortasi ishlab bersa, hamma rasxodim yopilib, plyusga o'tib ketaman. Shuning uchun bu strategiyadan qo'rqmayman. Siz ham foydalansangiz o'ylaymanki, o'zingiz yoqtirib qolasizmi, nima qilasiz? Juda ham zo'r strategiya xullas. Islatib ko'ringizlar, hamma yoqadi.